Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Navbatdagi qabulimizni boshlaymiz. Ochilib, birinchisini boshlab maxfiy so'rovnoma. Qodiraliyev Muhammadjon 17 million so'm olishyapti. Qoramolchilik yo'nalishi bo'yicha. Muhammadjon akamga tushuntiruvchi arizani mahalla bankiga berasizlar. 4 yillik imtiyoz bilan, 4 yillik muddat bilan 6 oylik imtiyoz davri 17 million so'm kirib chiqadi. Ko'rib 3 ish kunida ko'rib xalqqa berishadi. Yozyovon quruvchisi, 200 million aylanma bilan to'ldirishga olishyapti. O'zimizda firmalari bor. Ekspressdan olishyapti. 18 oyga 3 oylik imtiyozli davri bilan beramiz. Arizani tashlagandan keyin menga 4 ish kunida ko'rib chiqib beramiz. YTT Ziyoyev Buyurjonaga savdo do'konlarini kengaytirishga bu ham ekspressdan 100 million. Hozir akaga aytganimda 18 oy 3 oylik imtiyozli davri bilan 3 ish kunida ko'rib xalqqa berishadi. Abdullayev Abdujallaga 17 million so'm olishyapti ular. Qoramolchilikka 4 yillik 6 oylik imtiyozli davri bilan mahalla bankiga ariza berishadi, 3 ish kunida ko'rib joyga xalqqa berishadi. Botirali Mirzodaga 17 million so'm olishyapti chorvachiligi kengaytirish uchun. 4 yilga 4 yillik 6 oylik imtiyozli davri bilan 3 ish kunida ko'rib berishadi. Hozircha kelganlarni ro'yxatga olib yozib boryapmiz. Undan davom etaveramiz qolganini ham. Bo'ldi.